Audio Jungle. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Texnoxabar kanali hamda Shohjahon. Do'stlar, bugungi videorolikda sizlar bilan birgalikda mana bunaqangi videolar yasashni o'rganamiz. Ya'ni bu videolarimiz sun'iy intellekt orqali tayyorlanib olinadi. Albatta ushbu jarayonni do'stlar bugun sizlarga ipidan ignasigacha oxirigacha do'stlar ko'rsatib, jarayon qanaqa yasaladi, qanaqa tayyorlanadi, nimalar kerak deb bo'ladi do'stlar. Pul tikish kerakmi, pul tikish kerak emasmi? Ayniqsa juda ham ko'pchilik mendan so'raydi, sun'iy intellekt yo'nalishini qilmoqchiman, tavsiya bering deydi. Mana shunaqa insonlar uchun do'stlar juda ham zo'r ajoyib video bo'ladi. Tayyor bo'lsanglar do'stlar, biz gapni cho'zib o'tirmasdan video roligini boshladik. Xo'sh do'stlar, bugungi video roligimizni ham boshlab oldik. Bugun sizlarga do'stlar birinchi navbatda men o'zimni Telegram kanalimda tavsiya qilib ketaman. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda asosan shu YouTube bo'yicha qanaqangidir xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol mana bu kanal shapkasidagi adminga murojaat qilsanglar, kanal ochib berish, apellyatsiya, analiz, xullas hamma narsa yozilgan va men zakrepit qilib qo'yganman. Zakrepitga bossanglar do'stlar, bu yerda o'sha servislar bo'yicha har xil xizmatlar bor. Aytmoqchi do'stlar, kimdadir agar mana sovut to'lib, obunasi to'lmaydigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bizda juda ham sifatli chiqib ketmaydigan 100% kafolati bilan do'stlar obunachi qo'shib berish xizmatimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi do'stlar. Bu yerda o'sha hamma xizmatlarni yozib chiqaman do'stlar. Kirib bemalol narxlar bilan tanishib chiqsanglar bo'ladi. Ushbu kanalimizda mana zakrepit qilingan Telegram kanalimizda do'stlar. Va do'stlar, yana bir ma'lumot o'rnida reaksiya, mana bilasizlar, YouTube reaksiyasi bor. Shuni bosib qo'yinglar, mana shuni. Shuni bosib qo'ysanglar do'stlar, men uchun juda ham katta motivatsiya, sizlar uchun yengilliklar, ma'lumotlar chiqarishda davom etamiz. Do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, bugungi yo'nalishimiz mana shunaqangi videolar tayyorlash bo'ladi. Bu videoni ham do'stlar men o'zim tayyorlaganman. Bu video chiqishdan oldin ko'rayotgan bo'lsanglar, juda ham zo'r chiqqan video. Mana shu videoni men jarayonlar bilan tashlaganman. Va do'stlar, kanalimizda YouTube kanallarning natijalarini tashlab turaman men. Analitikalar, qanaqa pul to'layapti, qanaqa analiz bo'lyapti, qanaqa yo'nalishda trendda do'stlar. Va YouTube bo'yicha do'stlar har hafta yakshanba kuni do'stlar 3 soat, 2 soatlik do'stlar biz chat qilamiz. Ya'ni nima savolinglar bo'lsa, shaxsan o'zimga o'tib berishinglar mumkin bo'ladi do'stlar. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Tayyor bo'lsanglar biz video roligimizni boshladik. Xo'sh do'stlar, endi bundan keyingi jarayon nima desanglar, biz Telegram kanalidan o'tgandan keyin YouTube'ga o'tib olamiz birinchi va Toperi degan yo'nalish bor do'stlar. Mana shu Toperi yo'nalishini do'stlar bugun biz sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ushbu kanalimiz 10-aprel sanasida ochilgan, ya'ni 26-yilda. Уже 264 ta yaqin obunachi yig'ibdi. 266 ta ko'rdinglar, uzr. Bu videolari уже ko'rasizlar 100 ming, 1,5 ming, o'zi bitta videosini otibdi menimcha. Yangi kanal 285 ming do'stlar, mana bu videosi. Ko'rayotgan bo'lsanglar do'stlar, mana shunaqangi videolarni bugun sizlar bilan qanaqa qilib tayyorlanadi, shu videolarni sizlar do'stlar bugun mana shu videomiz orqali bilib olishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, biz nima qilamiz birinchi navbatda? Ushbu videoni boshlashdan oldin biz birinchi ChatGPT ga kirib olamiz va ChatGPT ga Следующий GPT degan bo'limi bor mana bu chet tomonda chapida. Ustiga bitta bosamizda do'stlar, qidiruv bo'limiga biz hozir ekran ochiladi, ko'ramiz. Загружать qilyapti. Xo'p, post bo'limiga kiramizda do'stlar, biz mana restoration time lapse deb yozamiz do'stlar. Xuddi mana shunaqa logotip chiqishi kerak sizlarda ham. Agar mana shu narsa chiqmasa, demak u boshqa nima deydi, funksiyasi hisoblanadi. Nachatga bosamiz, nachat chat qilamiz bu yerdan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, boshlandi. Xo'p do'stlar, endi bizda prompt bo'ladi. Ushbu promptni men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Mana bu yerda uzun prompt bor. Bu promptni men Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Ushbu video chiqqandan keyin albatta ushbu promptni video havolasidan, ya'ni Telegram kanaliga o'tib olsanglar bo'ladi. Biz prompt qo'yamiz va bu yerda mana chiziqcha qo'yilgan do'stlar. Bu chiziqchani o'rniga biz nimadir deb yozishimiz kerak. Nimani yasamoqchimiz? Misol uchun deylik, nimani yazsak bo'ladi biza? Deylik do'stlar, biz maymunni yaratamiz. Kelinglar bular. Monkey deymiz. Va do'stlar, bu prompt bergandan so'ng ketdi do'stlar. Men promptni beramiz. Bizga hozir bu endi mana bunaqangi tayyor, ya'ni sun'iy intellekt uchun do'stlar promptni yozib beradi. Va biz buni kutamiz do'stlar biroz vaqt. Va Telegram kanaliga o'tib obuna qo'yish esdan chiqmasin albatta, ma'lumot o'rnida. Xo'p, endi ozgincha kutib turamiz do'stlar. Chunki kutmaydigan bo'lsak do'stlar, bo'lishi mumkin. O'sha uchun kutib turamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha hamma promptlarni yozib beryapti bizga. Ya'ni video promptini ham yozib beradi bu yerda. Cinematic deydi-yu.
bizda promptlar tayyor do'stlar. Endi biz bu promptni qanday qilib biz video ko'rinishiga keltirishimiz mumkin? Albatta bu holatni endi biz yechim qayerda desanglar, hozir sizlarga yechimni ko'rsataman. O'xshamadi-yu. Yo'q. Mana do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu sun'iy intellektimiz. Buni nomi nima deyotgan bo'lsanglar, bu sun'iy intellektimizning nomi Flow deydi. Flow'ni endi bilmaganlar opisaniyada, videoni opisaniyasida men yozib qoldiraman. Manzilini o'tib bemalol foydalansanglar bo'ladi va ma'lumot o'rnida eslatib o'taman do'stlar. Ushbu sun'iy intellektimiz pul turadi. Oylik podpiskasini 9,99 dollarga sotib olsanglar bo'ladi. Ya'ni 10 dollarga xarid qilasizlar 1 oylik podpiskasini. Bu yerda sizlarga do'stlar 1000 ta kredit beradi. Men hozir bu yerda 940 ta kredit qoldi. Ya'ni men o'zi 60 ta kredit ishlatib bo'ldim. Chunki bitta video generatsiyaga do'stlar 20 kredit oladi. Hozir buni sizlar bilan video davomida ko'rib o'tamiz. Xo'p, birinchi nima qilamiz do'stlar? Gap cho'zib o'tirmaymiz. Men bu qismida menda video turibdi. Sizlar image ga qo'yasizlar. Bu yerda video va rasm generatsiya qilib beradi bu. Juda ham kuchli, juda ham zo'r professional sun'iy intellekt do'stlar. Biz image bo'limiga o'tamiz. Sizlarda 16 ga 9 turgan bo'ladi. Biz 9 ga 16 formatni tanlaymiz. Bu short format. Va do'stlar, nechta generatsiya qilish kerak deyapti? 4 tami, 3 tami, 2 tami, bittami. Biz bitta qilib olamiz, yetadi boshlanishiga va nano banana 2 bor, nano banana prosini tanlaymiz biz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, buning uchun bizdan pul olmaydi, hech qanaqa kredit ketmaydi, faqat video uchun kredit ketadi do'stlar. Xo'p. Mana shu sozlamalarda bo'ladi 9 ga 16 bitta dona anaqada turadi va do'stlar keyingi navbat bizda image bo'limiga o'tamiz. Rasmni olib turib nusxalaymiz. Mana bu promptimizni nusxalandi va do'stlar bu joydan biz mana bu sun'iy intellektimizga o'tib olib vставить tugmasini bosamiz va fitting qilib bossak do'stlar, o'zi bu yog'i fitting bo'ladi va mana bu jarayonni hozir bizga tayyorlab beradi. Ya'ni rasmimizni hozir generatsiya qilyapti do'stlar. Biz mana shunaqa tartibda hozir nima deydi, rasmimizni generatsiya qilib olamiz. Ya'ni birinchi prompt orqali. Ma'lumotni eslatib o'taman do'stlar, bu yerda mana image degani bu rasm degani do'stlar, fotosurat. Mana shu fotosuratda 4 ta prompti. Bu yerda video degani do'stlar, bu video promptlari, ya'ni videolarni shu promptini yozib beradi. Buni hozir sizlar bilan birgalikda oxirida qanaqa qilinishini ko'rib olamiz. Hop, buni kichkinaroq qilsak, hop, mana do'stlar ko'rayotgan bo'lsanglar, rasmimiz tayyor. Biz ushbu rasmimizni 2K da yuklab olamiz. 2K kачествоda ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha yuklayapti. Yuklab turguncha do'stlar biz ikkinchi promptni berib qo'yamiz. Ikkinchi promptimiz do'stlar mana bu. Buni shuni kopировать qilib turib, mana bu qismiga вставить qilib olamiz va ikkinchi rasmni ham beramiz. O'sha rasmimiz yuklab bo'ldi do'stlar bu. Ikkinchi rasmni endi hozir bizga generatsiya qilib beradi. Va shu tartibda do'stlar mana shu yerdagi 4 ta image degan promptlarni birinchi generatsiya qilib, mana bu rasmini olamiz. Va videomiz davom etadi. Xo'sh do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, biz 4 ta rasmni ham generatsiya qilib oldik. Ko'rayotgan bo'lsanglar, rasmlarimiz juda ham sifatli, juda ham zo'r chiqdi. Endi bu rasmlarni do'stlar biz harakatlantirishimiz kerak. Ya'ni sinematik ko'rinishga keltirishimiz kerak. Bu uchun do'stlar biz nima qilamiz desanglar, buning uchun do'stlar biz mana bu nano bananani bo'limiga bosib videoga o'tkazamiz va buni 16 ga 9 turadi. Biz 9 ga 16 formatga qo'yib olamiz va do'stlar bizga bir dona generatsiyani o'zi yetadi. Va hozir fastda turibdi ekan, V3 fastda turadi do'stlar. Yetadi shuni o'zi. Va do'stlar biz birinchi start degan bo'limni bosib turib, mana bu birinchi rasmni beramiz do'stlar. Bu загрузка bo'limiga tushadi. Ya'ni rasmni yuklab olganingizdan keyin birinchi rasmni qo'yamiz. Va end degan joyini ustiga bosib, upload image ga bosib, ikkinchi rasmimizni tanlaymiz do'stlar. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ikkala rasmni ham o'zi generatsiya qilishni boshladi. Ya'ni ikkala rasmni ham hozir botga yuklayapti. O'ziga загружать qilib oladi va do'stlar biz endingi navbat mana bu birinchi promptni olamiz mana. Kopировать ga bitta bossak bo'ldi do'stlar. Videoni promptini qo'yamiz. Aytib o'tganimdek, bu rasm emas, bu video mana. Videoni promptini oldik do'stlar va mana bu yerga qo'ydik va do'stlar generatsiyaga bosamiz. Ana endi videolarni bizga hozir video ko'rinishiga keltirib beradi. Ya'ni birinchi va ikkinchi rasm ikkalasini birlashtirib bizga video tayyorlab beradi. Hozir bu jarayonni do'stlar sizlarga ko'rsatib o'taman. Xo'sh do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, videomiz tayyor, bitta ko'ramiz. Qani? O.
Yaxshi, birinchi videomiz zo'r chiqibdi do'stlar. Voy, tilimga yopishib qoldi shu do'stlar. Xo'p, ikkinchi bo'limga o'tamiz. Va do'stlar, bitta narsani eslatib o'taman. Biza endi birinchi startga ikkinchi rasmni belgilaymiz, endga uchinchi rasmni belgilaymiz. Tushundinglar? Mana ko'rasizlar, 1 bilan 2, 2 bilan 3, 3 bilan 4 bo'ladi do'stlar. Shuni esingizdan chiqarmanglar hech qachon. Ya'ni 1, 2, 3, 4 qilib bormanglar. Mana shu xato bo'lib qoladi. Men eslatib o'taman sizlarga. Xo'p, ikkinchi promptni olamiz. Ikkinchi promptni ham bu yerga qo'yamiz. Ikkinchi promptimizni va kutib turamiz edi do'stlar. Mana bu og'iz ochilgandan keyin mana buni bosib yuboramiz. Все уже. Fu, tilimga shu do'stlar degan so'z yopishib qoldi nimagadir bilmadim. Nimadan deb o'ylaysizlar? Albatta like bosib qo'yinglar. Kutamiz endi videoni. Ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha ikkinchi videomiz ham tayyor. Endi navbatda 3-kadrga beramiz va 3 dan 4 ga o'tish jarayonini belgilab olamiz. 4-kadr deymiz va bu qismimizdan 3-promptni olamiz. Hoppa. 3-promptni olib generatsiya bo'limiga tashlaymiz. Hop, hozir yuklayapti, hali ochilmadi. Hozir o'sha ochiladi do'stlar, mana shu joyi. Ochildi, endi tashlaymiz uni. Ketdi generatsiya. Endi kutamiz 3-videoni. Va do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, biz videolarni tayyorlab oldik. Endingi navbat nimaga desanglar, endingi navbatimiz do'stlar CapCutga o'tamiz va do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bizda o'sha 3 ta rasm, 4 ta rasm, 3 ta video bo'ldi. Nimaga? 4-videochi desanglar do'stlar, 4-promptni ham men kiritdim. Lekin do'stlar, 4-promptda hech qanaqangi video o'zgarish bo'lmadi. Chunki 4-bilan 4-ni o'zi bo'lib qoldi. Shu sababli do'stlar, 4-video prosta mana bunaqa videoni o'zi bo'lib qoldi. Shuning uchun bu shart emas deb bildim. Va do'stlar, endingi navbatda biz anaqaga o'tamiz. Ya'ni CapCutga o'tib olamiz va CapCutdan so'ng mana bu 3 ta videoni bu joyga qo'shamiz va birinchi videoni tashlaymiz. Bir bo'lmas menimcha. Mana bu 1. Bu 2. Do'stlar, endinga mana bu 3 ni qo'yamiz. Menimcha juda ham to'g'ri bo'ldi degan umiddaman. Ko'rayotgan bo'lsanglar agar, qani bitta o'qitib ko'raylik-chi. Hoppa. Всё. Tayyor. Demak do'stlar, endi biz bu uchalasini birlashtirib olamiz. Bu uchun bu qismga bosib, sozdать сборник klip proyektga bossak, уже do'stlar bu bitta video bo'ladi. Ko'rasizlar do'stlar, mana video degan so'z agar sizlarga yoqmasa, nobod agar video bilan qo'yib yuborsanglar ham bo'ladi. Chunki men bu YouTube kanalida уже do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'rinib turibdi bunda, mana pastda video degan logotip chiqib turibdi. Buni ikki xil yo'li bor. Bunga mazaka qo'shsanglar bo'ladi yoki bo'lmasa buni mana bunaqa qilib sal kengaytirsanglar do'stlar yo'qoladi mana. Всё. Tayyor уже mana video. Videoni endi biz ko'ramiz. Videoni bitta to'liq ekranda ko'ramiz do'stlar. Hop. To'xta. Mana shu yerda qanaqadir xato ketdi, ko'rdinglarmi do'stlar? Nimaga mana bu joyda bunaqa? Ikkita qo'l tepaga qarab turadi-yu. Mana ko'rasizlarmi? Ikkita qo'l tepaga qarab turibdi. Nice. Ana. Qaror shunaqa video tayyor bo'ldi do'stlar. Eksportga bosamiz. Videoni saqlanib qolamiz. Mayli, endi mehnatimiz ketdi, pulimiz ham ketdi. Sababi pul talab qiladi do'stlar. Sun'iy intellekt so'raysizlar-yu, aka, sun'iy intellektdan qanaqa yo'nalish tavsiya berasiz? Biz sun'iy intellekt ishlamoqchimiz desanglar, do'stlar qaranglar, men sizlarga hozir sun'iy intellektni tilim nimagadir kelishmay qolyapti, uzr. Xo'p. Sun'iy intellektni sizlarga hozir minus tomonlarini aytsam, qaranglar. Bu yerda GPT sotib olasizlar birinchidan $5. Stabilniy minimum tarifi $5. Xo'p. Va do'stlar, biz AI sotib olishimiz kerak. Mana bu $10, $15 ikkalasini sotib oldinglarmi? Qaranglar. Hozir boya 940 krediti. 860 kredit qoldi. Necha kredit kesib ketdi do'stlar? Hisoblab olaveringlar endi. 80 kredit kesib ketibdi. 80 bo'lsa 20, 40, 60, 80. 4 ta, har bitta video shunda 20 kreditdan yasab berar ekan mana bu videoni o'zini. Voy, gap yo'q lekin. Malades, zo'r. Pul ishlash yo'li do'stlar.
Xullas, qisqa qilib do'stlar, videomiz tayyor. Videomizni endi bitta polni olib turib hammasini bu yoqdan ko'rib oladigan joyi. Ana, qanaqa video chiqibdi. Mana shu joygaligim 5 ketdim boru. Qayerdadir xato bo'ldi menimcha. Yo prompt xato ketdi, yo nimadir xato. Lekin ChatGPT yozib beryapti bu promptni do'stlar, eng qizig'i bizga. Ovozini ham do'stlar, men sizlarga tavsiya beraman. Ilojisi bo'lsa, ovoziga qanaqadir fonoviy musiqa qo'yinglar menimcha. Endi bilmadim, musiqa qo'yarsanglar menimcha chiroyli chiqadi. Xullas do'stlar, shuning bilan bugungi videomizni shu joyda o'z nihoyasiga yetkazib yuboramiz. Chunki yetkazib olmasa ham bo'lmaydi. Albatta ushbu videoni promptini mana shu Telegram kanalimizda olasizlar va do'stlar, kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Aytib o'tganimdek, video so'ngida sizlarga qanaqadir servislar kerak bo'lsa, navoda hech kimga kerak bo'lmasa ham bor, kanal ochib berishmi professionalni. Kanal ochishga aksiyalar qilib turamiz do'stlar. Yaqin o'rtada ham men 10 kishi uchun aksiya ochdim 300 ming so'mdan. Kanal faqat ochib berish emas, kanal ochishdan boshlab pul yetishgacha bo'lgan jarayon do'stlar. Buni mana bu xizmatlar kanalimizga o'tsanglar, bu yerda men yozib qo'yganman mana kanal ochib berishga nimalar. Ko'pchilik o'ylaydi, xayolida 479 ming faqat kanal ochib berishmi deb o'ylaydi. Yo'q do'stlar. Ko'rayotgan bo'lsanglar, men o'qib beraman. Endi ozgincha uzun bo'ladi video oxiri. Qaranglar. Siz Amerikan YouTube'da pul ishlab topmoqchisiz, lekin kanal ochish, uni sozlamalarni qilishga qiynalyapsizmi? Yechim bor. Amerikan YouTube kanal ochish, YouTube kanal dizayn qismi tayyorlash, logo va banner do'stlar. Bu tushunmaydiganlar uchun men sizlarga hozir ko'rsatib o'taman. Logo va banner do'stlar mana bu bo'ladi. Mana bu logo bo'ladi, mana bu banner bo'ladi do'stlar. Buni sun'iy desak ham, biz sun'iy bilamiz. Biz Photoshop bilan живой yasaymiz do'stlar buni. Xo'p. Bu yerda bizga shu logotip banner yasab beriladi. Daromadi yuqori bo'lgan yo'nalish taklif qilamiz sizlarga. Yo'nalishlar bor. Qaysi birini tanlaysiz o'ka deb sizga preglagad qilamiz. Shu yo'nalishni tanlab turib, o'ziga yoqqan yo'nalish bo'yicha nima deydi, tanlangan yo'nalish bo'yicha darslik ham beramiz do'stlar. O'sha darsligini ko'rib o'rganasiz o'zingiz. Xo'p, 1000 obunachi 4000 soatda o'zingiz video yuklab yig'ib kelasiz va 1000 obunachi, ya'ni monetizatsiya shartlarini bajarib kelganingizdan keyin qaranglar. Ketdi, monetizatsiya yoqib beramiz. YouTube kanal tarixi o'chgan bo'lsa yoqib beramiz buni ham. Preview uchun raqam tasdiqlab beriladi do'stlar. Ma'lumot o'rnida. Xo'p, soliq ma'lumotlarini ham to'ldirib beramiz do'stlar. Hozir raqam tasdiqlash to'g'risida video chiqazganman. Endi buni o'zim qilib beraman shaxsan. Agar qilsanglar ham bo'ladi o'zingizlar. Soliq ma'lumotlarini to'ldirib beramiz do'stlar. Bankdan pul yetishni sozlab beramiz. Kanal ochib berilgandan so'ng to'lov qaytarib berilmaydi. Chunki do'stlar, bu yerda servis qonun qoidalari bo'yicha sizlarga servis ko'rsatildi. Albatta ushbu xizmatimiz narxi 479 ming do'stlar, lekin biz har mana shu oyda adashmasam 2 yoki 3 marotaba, balki 1 marotaba bo'lishi ham mumkin. Nima deydi? 3 kun yoki 2 kun oralig'ida chegirma ochamiz. 10 kishi uchun 300 ming so'mdan ushbu xizmat turini do'stlar men o'rtada ko'pchilik oldi do'stlar. Mana kanal ochib berish bo'yicha yo'q, juda pastlab ketdim. Uzr deydi do'stlar. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana teparoqda men cheki bilan tashlayman do'stlar. Prям cheki bilan olasizlar. Ko'rasizlar mana. Polni manatga mana 300 ming so'm to'lov qilgan oka, mana hamma cheklari to'lov, hamma narsa ma'lumotlari bor do'stlar. Ya'ni 10 ta odam uchun joy band qilinadi. Mana shunaqa qilib o'zlaridan adziv videolar olsanglar bo'ladi. Mana bunaqangi adziv videolar tashlab berishadi bizga obunachilarimiz. Mana. Assalomu alaykum hammaga. Men Shohjahon akadan. Короче, bu biratan AdSense setting sotib olganlar, ya'ni AdSense xizmatini sotib olganlar. Короче, AdSense'larni ochib berib, kod chaqirtirib berish xizmatini olganlar do'stlar. Mana Apple servis va apellyatsiya olib beramiz. Xullas do'stlar, qisqa qilib aytadigan bo'lsam, juda cho'zilib ketdi. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Shuning bilan bugungi videomizga yakun yasaymiz. Sizlarga hammanglarga kattakon rahmat. Albatta videosiga tushib, birdan like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib, do'stlar, o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Keyingi videomizda nima haqida bo'lsin. Ko'rayotgan bo'lsanglar do'stlar, sun'iy bilan video qilsa bo'ladi, bo'lmaydi emas. Albatta cho'nchanglar ko'tarsa, shunaqa tartibda har xil hayvonchalarni yasasanglar, misol maymunni, misol otni, misol yo'lbars, misol sher, любой xohlagan hayvoninglarni qo'yib olasanglar, qanaqadir personajlarni qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda lekin ma'lumot unda aytib o'taman, qanaqadir futbolchilarni yokida qanaqadir mashhur insonlarni qo'ya olmaysizlar. Chunki u yerda nima deydi, ChatGPT ham aytsanglar, ChatGPT yozib bermaydi unaqa promptlarga. Men bu flowga tashlasangiz, flow ham generatsiya qilmaydi. Bu yerda deydi o'sha shaxsga doir mualliflik huquqi himoyalangan. Men bu narsani
Senga yaratib bera olmayman deb aytadi do'stlar. Xullas, shuning bilan bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa hammaga rahmat. Sizlar bilan Shohjahon bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Всем пока-пока.